her vaqt güzel bo'lsin. Bu ögey apam bilan bir mezgil turishaqliq shuni his qildimki, oldingi ögey aplarim qat'iy o'xshamaydi. Yig'ir besiq tarbiyali gap qiladi. Xo'rlamaydi, vaqirab chaqamaydi, ishqi bo'lmaydi. Lekin o'zimni so'rab, atrofda yugurib yurib qilaman. Qizdirishib qolmaydi, ko'zing sap ko'rinib qolmay. O'zim gap qolmasin deb atrofda cho'ylab yurib ish qilaman. Bu apam gapi yumshoq, gapi siliq. Tamoq usta, o'zi chaqqan, chivar, pokiz. Men bir ish qilay desam bo'ldi, o'zim qilaman deb qo'limdan ishni oladi. Bir xil bu apamdan muhabbatni his qildim. O'zimni haqiqiy bir odamdek his qildim. O'zimni haqiqiy bir odamdek his qildim. O'zimni topgandek his qildim. Bu o'gay apamning hidini topgandek, apamning simoyisini ko'rgandek bo'ldim. Meni patpat nimishga o'qimadingiz, nimishga o'qimagansiz, nimishga yo'nalib o'rganmadingiz. Qiz bola degan cho'qim bilim bo'lish kerak yoki hunar bo'lish kerak dedi. Necha qaytim dedi. Meni kim o'qitdi? Men kim ko'ngil bo'ldi? Bir kun basam, ikkinchi kuni borma deydi. 3 kun basam, bir hafta ruxsat so'ra deydi. Shunda qilma o'qiyamagan emasman. Hozir siz mayli o'qing, mayli yo'nalishni nimishli qilsangiz qamlashtira oladigan yoshda, nima qilsangiz yo'nalaysiz, qabul qilishingiz tez. Men sizni yo'nalga beray dedi. Shuncha xush bo'ldim. Anladingizmi? Yo'nalga beray dedi. Yo'nalga beray dedi. To'g'ri. Mundaqmi o'gay aplar bo'ladi ekan. Shunda qilib uch ko'cha nerisidagi bir saypon xonga meni olib berdi. Qoidasini qilib olib berdi. Bu ustam shunchalik yaxshi. To'g'ri. Men bu shunday baxtlarga noil bo'ldi ekanman. İçimden çıkıp bir xil xo'shallik, bir xil erkin, rahat tuyg'u. To'g'ri. Chiroylarimda ko'k yig'ib turadigan bo'ldi. To'g'ri. Men sayponxonaga kirib ishlarni yaxshi boshlab oldim. Ustam bu kichik ishlardan tortib zilliq bilan o'ychishga boshladi. Nayt qitir qilib o'ylandim. Ertaga o'rnimdan turman, chiyim ichib udul shu do'konga borman. Ba'zida chim qachon uyman. Opam asosan ish qilmaydi. Ish qilib bu kunlarim shunchalik baxtli. Shunchalik baxtli. Buni tilim bilan tasvirlab bermayman. Lekin dadam haraq ichish xuyini tashlamadi. Pat ichib oladi, ichganda ig'ir ichidi. Yana kelib bu o'gay opamni olgandan keyin ozroq ishlari qamlashmay qilib edi. Sening oyog'ing yarashmaydi degan gapni topdi. Ancha-muncha kirib urib oladi. Ichib oladi. Kirib dastlab chaylab urdi. Hatta boshlab kelgan ash o'gay inimni tan qo'shib haqoratlaydi. Arg'uchisi menimi tan haqoratlaydi. So'kildab qalamdaning qizi, divanning qizi, uyda o'tirmaysan, sen uyna uyinishni men qo'yibdi deb tanlaydi. To'g'ri. O'zimning dadasi bu ha. Turib qo'rqaman. Bu opamni qo'llavasa, qo'yvasa, ajrashib ketsa, men kimlarni qo'li qolaman? Nima kunlarni ko'raman? Bu opam uydan chiqib ketsa, men qazon pishirib bog'layman va inoqlar. Bu xo'rinishlar men qalman va inoqlar. Meni boshqa xotinlarning asli nima kunlarni ko'kdaydi deb o'ylayman. Bir kun araqni qattiq ichib ketdi. So'dadan ziyon chiqdi. Senandek nasibas qurib xotinni nimishga olganman deb bu opamni shunchalik urib ketdi. Shunchalik qattiq urib ketdi. Xuddi o'zimning opasini urgan chog'dagida ko'z oldimga keldi. Shu vaqt qanchalik qo'rqib, qanchalik yuragim og'rigan bo'lsa, bu qitim shunday bo'ldi. Opa degan paytda opamning oldiga yurgadim. Dadam meni qo'shib urdi. Sirtdan yugurib kelib, inim o'tirliq tushdi. Inimni qo'shib urdi. 3 yilimizni urdi. Vallahi nima gunoh ursam meni urdi. Fukamishkimizning to'pisiga shu o'gay opam. Yo'q, o'zimning opasiday. Bu opam bizning to'pimizga yetilib oldi. Biz yeydigan tayoqni opam yedi. Bizning badanimizga tegadigan bu tayoqlar opamning badaniga tegib o'tadi. To'g'ri. Meni qo'g'laydigan odam chiqadi ekan. To'g'ri. Men tarafda turadigan odam chiqadi ekan. Meni odam qatorida ko'radigan odam chiqadi ekan. Bu opam kelgandan keyin o'zimni odam chaqlaydigan bo'lgan. Ko'ngil azorlarim shunday o'tib ketdi. Bu opamning yomonlab ketishidan, ajrashiman deb, ajrashib ketishidan qo'rqaman. Hech qancha vaqt o'tmaydi dadam yana ichib kirdi. 记得点赞关注哦。